Sirdaryo viloyatining Guliston tumanida joylashgan Alisher Navoiy mahallasi hududida bir kontur bir mahsulot tamoyili asosida Sanoat qurilish bank bilan hamkorlikda agrar loyiha amalga oshirildi. Ushbu loyiha 137-konturda joylashgan 10,5 gektar yer maydonini qamrab oladi. Mazkur kontur 21 nafar fuqaroga ajratilgan bo'lib, barcha tomorqachilar tomonidan yagona mahsulot lazer navli sholi ekishga ixtisoslashgan. 2025-yil 26-may holatiga ko'ra ekinlar muvaffaqiyatli unib chiqqan bo'lib, o'sish jarayoni faol davom etmoqda. Ekinlarning to'liq va barqaror rivojlanishini ta'minlash maqsadida barcha zarur agrotexnik tadbirlar, shu jumladan qo'shimcha mineral oziqlantirish va himoya dorilarini qo'llash ishlari to'liq amalga oshirilmoqda.